Bu qasr uyimizni tomiyo, ishonasizmi? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Aynan shu xonadonni tomiyo. Oxirida ko'rsatib o'taman. Podval qismida esa relax zona bo'lib yotibdi. Podval demaysiz uni. Tomga chiqasiz, xuddi erteladek. Ketdik bo'lmasa video Ketdi, hozir birgalikda tomosha qilamiz. Bu videoni saqlanib qilib qo'yishni esdan chiqarmang. Xonadon qurayotganingizda aniq kerak bo'ladi. Mana bu ishinglarni qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Soatga esa alohida baho berasiz. Ketdi ichkariga, marhamat. Oho. Ichkariga kirganingizda sizni shunaqa atmosfera kutib oladi. Uyimiz полностью умный дом Alisa orqali boshqariladi. Alisa, открой шторы. Kuxnyalarga bitta baho bering. Mana bu ishinglarni qarang. Ahamiyat bersangiz, pastida relis qismlari yo'q, faqat tepadan o'tgan. Qulay qilib qo'yishibdi. Tanlangan ranglarni qarang, bu hammasi tosh. Tabiiy tosh. Naturalniy tosh. Juda ham chiroyli xonadon ekan. Ketdi, hozir sizga aytib o'tgan podval qismini ko'rsataman. Ketdik. Mana bu zinalarni qarang. Oynalik. Alohida baho berasiz, dizaynni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Pishi chiroyli ekan. Bu joyga tushib bo'tdi podval demaysiz. O'zingiz bitta baho bering. Loft stilida qilingan ekan. Mana barni stoykalarni qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Bu oynalarni ko'rib, bo'tdi podval deb o'ylamaysizlar. Yaqin kelsanglar, keyin tushunasizlar podvalligini. Bilyard, anti-sport zal ko'ryapman. Bo'tdi zimniy basseyn, sauna joylashgan. Bu yoqda esa prachniy ko'rishingiz mumkin. Prachniy. Juda ham Yoshligimda kompyuter ko'p o'ynaganman. Bu joyga men kompyuter case deb atadim. Oho. Xonadonimizning yuragi joylashgan. Ketdi mana endi sizga aytib o'tgan tomni ko'rsatib o'taman. O'zingiz baho berasiz. Boshida aytib o'tgan tomim mana shu bo'ladi. O'zingiz bitta baho bering. Bunaqa tom aniq ko'rmagansiz hali. Bo'tda jakuzi, gamaklar o'rnatib qo'yishgan, ko'rishingiz mumkin. Nodatiy. Ana endi esa qolgan joylar bilan sizni tanishtirib o'tiraman. Bo'tda oila davrisida yoki ulfatlar bilan, ulfat yo'q sizda, dugonalar bilan mazza qilib vaqt o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda letniy kuxnya, barbekyu zona, yaxshi osh-ovqat qilib, bo'tda stol-stullar o'rnatib qo'yishgan, oila davrisida o'tirsangiz bo'ladi. Bu xonadonimizni srochniy narxlarda sotilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lizer Estate jamoasiga murojaat qiling, pastda nomerlarni qoldiramiz. Kuninglar xayrli va barakatli. Rahmat kattakon.